Uzdul PHP dersligi 50-ci qism PHP şalinib ketamdi. Bu darsligimiz mushu PHP haqida qisqacha xulosa olib hisoblanadi. Biz buning uchun tövəndəki 3 mazmunni ko'rib o'tsak, birinchisi dunyodagi 10 cho'ng program tilining taraqqiyotga qaraydigan bo'lsak, yaqinqi 10 yilga taraqqiyotga qaraydigan bo'lsak, 2002-yildan boshlab shu 2011-yilgacha 9 yillik taraqqiyotga qaraydigan bo'lsak, buningda bu sus ko'krangdagisi PHP tilininki taraqqiyot shu darajasi bo'lib, demak bu dunyodagi oldingi 10 program tili ichida shu o'ziga tushliq shu o'rnini egallab, davomli turda o'zininki shu o'rnini saqlab kelmoqda, uningki ishlatilishi nihoyatda davomli turda shu cho'ng ko'lamda ish mengayotidi. Masalan 2000 shu 14-yildagi shu London Olimpik musobaqasida to'r bekitdi, shu PHP tuzilgan ham hozirgi ko'plagan to'r bekatlar PHP da tuzilib, o'zininki to'r bekat tuzishdagi tannarxini tejatidi. Uningdan boshqa dunyodagi oldingi 40 donliq 40 bekatniki program tili qaraydigan bo'lsak, masalan, birinchi o'rinda turgan Facebook do'stlash to'riniki, buningki kunlik ziyoratchi soni 870 million ziyoratchisi bor. Bu PHP til tuzilgan, anonki Yahoo deymiz, anonki Wikipedia, anonki Baidu to'ri Jungoda birinchi o'rinda turgan. Bu Tongshunning QQ to'ri, anonki Taobao to'ri, mal setilish to'ri, Youku film to'ri, anonki Sohu to'ri, qatorliq masalan Olma shirkatining Olma to'ri, Tudo to'ri, anonki Sogo qatorliq biz bildigan asosan ko'p qism donliq to'r bekatlarning hammasi shu 40 to'r bekatning ichida masalan 19i taxminan 20 PHP da xizmat qildi. Undan boshqa davlatimizga oldingi 10 o'rindagi donliq to'r bekatning hammasi tegidek PHP da yozilgan. Biz bu PHP ni o'rganib o'z oldimizga to'r bekat qurmadik degandimi, shu donliq to'r bekatlarning bir xizmat sifatida shuni to'p qo'shimiz deb belgilik saviyaga yetsakmi, bu PHP biz uchun mayli iqtisodiy kir manbasi jihatdan bo'lsin, mayli bizning qiziqishimizni belgilik saviyaga yuqori ko'tarish jihatdan bo'lsin, u mangu shalinib qolmaydigan til bo'lib, hozirgi holatda mushkul holatda til bo'lib qoldi. Hamda bu oxirgi masala PHP shalinib ketamdi deganda, buningdimi uzdul to'r bekatidagi PHP shalinib ketamdi nomliq shu maqolada bu haqda shu tafsili so'zlandi. Biz mayli shu dunyodagi boshqa donliq tillarning taraqqiyoti jihatdan bo'lsin, mayli hozirgi shu internet to'r taraqqiyotniki taraqqiyot jihatdan bo'lsin, bu LAMP oilasi deymiz, PHP, MySQL, Apache Linux to'rt birlashsa nihoyatda mukammal bo'lgan to'r bekat ichish shu sayfisini hozirlab bizga nihoyat iqtidor kuchlik, nihoyat bahsi azam bo'lgan to'r bekat sistemasi qurish supasini yaratib beraydi. Shunga uningki kelgusi taraqqiyot yuzlanishi bo'lgan sir kuchlanib mangdi. Ham uning kelgusi taraqqiyoti u texmo ko'p degan tillardagi ortiqchilik va texmo ko'p degan shu supalarni, sandallarni qo'llash qatorliq mulozimatlarni ta'minlab, texmo parlaq istiqbolga ega bo'ladi.